Hammaga assalomu alaykum jigarlar, qaraysiz kimsa charchayapsizlarmi? Bugun videoni boshqasidan ko'rib turganingizdek, bugun Nestaga open pack qilamiz jigarlar. 12980 coinsga Nestaga Diddaga ochamiz jigarlar. Xudo xolasa omadli pack bo'ladi degan umiddaman. Ko'rib turishingiz mumkin, bugun Nesta keldi. Haqiqiy italyan devori bo'lgan. 2002-2003 yil paytida kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin. O'ng oyoq Destroyer stilida va Didda kelgan. Yangi skill bilan jigarlar. Bu 2003-2004-yilga yilda kelgan va Interda afsonasi bo'lgan Bergomi kelgan jigarlar. Right back bol 88-89-yilda ekan. Xo'p, bo'lmasa videoni ko'p cho'zib o'tirmayman. Haytgancha sizlarga shunaqa donat xizmat kerak bo'lsa 12980, ya'ni bularga 12980 coins olib berdik. Obunachimizga hozir akkauntini ko'rsataman. Akkauntga unaqa emas, endi boshlayotgan ekanlar. Shuning uchun donat qildi. Sizlarga ham shunaqa donat xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa jigarlar, mana shu pastdagi yoki ekrandagi manzilga murojaat qilsanglar, sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli donat xizmatimiz mavjud. Adminlarimiz 24/7 onlayn jigarlar, iPhone'ga ham Androidga ham donat qilib beriladi. Mana akkauntni ko'rishingiz mumkin. Hozir shularga xudo xolasa Nesta Diddani ushlaymiz. Xo'p, boshlayman. Birinchi 100 coins ochib ko'ramiz. Qani, bismillah. Balkim 100 coinsga Nestani ushab qolarmiz. Ketdi. O, darvozabon. O, Diddam. Didda, 100 talikka Didda. Brusellik talida 100 coins ochib Diddani ushab qo'ydim. Gap yo'qmi? Shu like bosib qo'yinglar shu joyiga. Absolutely singleman deydi jigarlar. 100 coinsga Diddani mana past ko'rsataman jigarlar. Mana qaranglar. 149 ta o'yinchi bor. Bittada 149 ta o'yinchi bor. Bittada Diddani ushab qo'ydim. Gap yo'qmi? Qani endi 9 taligini bosamiz. Bu sefer balkim Nestani ushamiz. Ketdi. Bitta Nestani deb yuborsam? Yo, bermadi. Xo'p, bu bizda ana birinchi 9 taligimiz. Endi bizga Nesta kerak bo'lsa bo'ldi jigarlar. Ichiga kiraman. Men bitta olib sochib yuboraymi, position qilib. Ichiga tiqib yubordim, hammasini sochib yubordim. Ketdi 9 talik. Berdi Nestani, to'g'risi. Vo'dim, highlight karta. Faqat highlight ushlayapti jigarlar. Ichiga kiraman. Xo'p, position qilib turib, position deganim, overall qilib turib, Nestani bitta aylantiraman, bitta chiqaman. Bizga Nesta kerak. Balki bundan keyin Black Animation ko'ramiz jigarlar. Ket 3-9 talik. WhatsApp, highlight kartada. Adashmasam yo berdimi? Yo, highlight karta. 10,000 coinsimiz qoldi jigarlar. Kanalga berish kerak deb o'ylayman. Bitta narsa qilib ko'rmoqchiman. Akkauntga kiraman-da. Mana bilsanglar Mourinho bor ekan, qarshi hujum anaqasida. Shuni seviyasini pasaytirib qo'ymoqchiman. Voy, gap bo'ldi. Mana bo'ldi. Shunda berib qoladi deb o'ylayman, chunki bu yo'q, endi o'zim shunaqa qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Ketdi 9 talik jigarlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ketdi. Nestami? Gak darvozabon. Biz Diddani ushladik-ku. Bermadi. Xo'p, 4-9 talik dashmasam bu. Bismillah, xudo xolasa. Omadimiz keladi buni ustida. Qani? Hech qanday usulsiz. Epic. Gap yo'q. Diddami? Sabr. Nesta. Adash Didda deyorman. Nesta jigarlar bizda. Juda ham bir omadli pack bo'ldi. Nesta. Gap yo'q bo'lishi mumkin emas jigarlar. Endi narigini olib ko'ramiz jigarlar. Mana ko'rishingiz mumkin paktdagi o'yinchilarda. Bizlarda 8200 coinsimiz bor. Xudo xolasa ortib qolsa, Vanbastlarga ham bosib ko'ramiz. Давай.
Ketdi. Bismillah. Uchinchisini ham berib yuborsa onasini yemsin. Davay Konami, davay jigar. Davay Konami. Endi qiynaydi shekilli bu yog'iga. Bizni qiynamasin. To'xtanglar, shu joyda men manaqaga obunachimizga, ya'ni obunachimiz akkauntiga yangi murabbiy kerak ekan. Shu joyga shu murabbiyni olib qo'yib, bo'lmasa ko'nglingiz qolmay qolsa yana muammo bo'lmasin. Mana shu murabbiy kerak ekan. Olib qo'yamiz jigarlar. Murabbiyni oldim. Futbolchi chiqqaniga ahamiyat bermayman, chunki murabbiyning ichida futbolchi bor-da. Davay. Davay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lionel Messi'ning raqamini bermadi. Davay. Pakda nechta o'yinchi? 79 ta o'yinchi qoldi. Oxirgisini ochsak bo'ldi jigarlar. So'nggisi qoldi, ya'ni bitta o'sha Bergomi qoldi. Xudo xolasa tushiramiz, nas. Ketdi. Yana bitta-chi. 100 kun so'rab ko'ramiz jigarlar, 100 kun. Balki diydaga o'xshab tushib qolar. Konami bundan yo'g'iga qiynaydi shekilli jigarlar, zaks ketyapmiz qilib. Karta qildim. Go. Bo'ldi, berdi. Nasib berdi. Xudo xolasa berdi. Usha olmasak 12000 ko'ngilga sharmanda jigarlar. Highlight karta. 3 ta 900 taligimiz qoldi. Va o'sha pakda 48 ta o'yinchi qolgan jigarlar. Og'iz rabani bersin, и всё. Дай Bergomi, давай. Давай Konami. Давай jigarim, o'zimni jigarim, давай. Va berdi. Xudoga shukr. Pakdagi to'liq o'yinchilar hamma eng kuchli kartalarni ochib oldi jigarlar. Berdi, Xudoga shukr berdi. Mana ko'rishingiz mumkin, pakda nechta o'yinchi qolganini, 38 ta o'yinchi qolgan, uchala narsani ham tushirib bo'ldi jigarlar. Xo'p, endi Van Basten, Frank Rijkaardga open fight qilamiz. Balkim Lautaro Martinez ham tushib qolar, chunki Lautaro Martinez ham o'ta kuchli deyishdi. Blitzkrieg hamda finishing skilli bilan kelgan. Lekin men Van Bastenning muxlisiman. Qaranglar, hozir bizda 230 ko'ngil bor ekan. 2 marta 3 talik ochamiz, keyin fonni 2900 talik ochib qo'yib qolamiz. Ketdi, balkim didaga o'xshab tushirib qo'yamiz uni ham. Ketdi, 2-3 taligimiz. Saba, albatta sizlashmasam Saba yo'q edi. DMF ikkita keyin 3 ta hujumchi bor edi. Ikkita DMF, ikkita hujumchi ekan. Ketdi. DMF. Yo. Ketdi, bizda ikkita 900 talik. Ikkita 900 talik jigarlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ketdi. Bizda raba yo'q o'tdi. Oxirgi 900 taligimiz jigarlar. Ko'ramiz, qani. Ketdi. So'nggisi. Wo! Kim? Lautaro Martinez bu? Da, Lautaro Martinez, Blitzkrieg hamda finishing skilliga Lautaro Martinez Interda hozirgi paytda yulduzi, jahon chempioni. Juda omadli payt bo'ldi jigarlar. 12800 ga 4 tepek ushadik, 3 tepek, bitta showtime ushadik jigarlar. Endi 100 kundan show qo'yib turaversin. Ana endi kuchaytiramiz jigarlar. Xo'p, mana bu bunaqani alishtiramiz. Birinchi o'rinda murabbiyni keyingi menejer qilamiz-da. Mana bizani gameplay style bo'lgan counter qilamiz jigarlar. Boshlaymiz. Hop. Bunaqa bordi ekan bu yerda Torres. Himoyachilardan boshlaymiz. To'xtaylik, o'yinchilar sotib yuboraylik. Juda ham ko'payib ketibdi. Alishtirish qiyin bo'lyapti, topish qiyin bo'lyapti demoqchiman.
Oo, ondan ham tushibdi-ku. Ochamiz, degan uchirtashimiz yerlar. Qaylar kartalarni ham sotib olamiz. Nimaga? Chunki bizga agar biroz booster kerak bo'lsa, sotib olamiz. Akkauntga to'g'ri joylashtirgan hududlarni ham dedi. Shuning uchun hozir sizlar bilan birga to'g'ri joylashtiramiz. Bu naqa karta ekan. Highlight. Слишком ko'p o'yinchi olibsan jigarlar. Voy, bu oxiri yo'q buni. Ha, yaqinlashib kelib qolibmiz chunki уже 118 ta o'yinchini bosib qo'yibmiz. Mana jigarlar didan tushirib qo'yganmiz. 124 ta o'yinchi. Ana endi bemalol tushirsa bo'laveradi. Xo'p, boshladik. 4-2-2 taktikasi o'ynaymiz. DMF. Keyin SMFga kim bor? Hozir bitta ko'rib, bitta taktikani qo'yib olaylik, keyin darvozani kuchaytiramiz. Darvozani eng yaxshi kuchaytirish bu avtomatik kuchaytirish deb o'ylayman. Bunaqasini bilmadim, kettinchalik. Bir xayolda. Hop, kuchaytiramiz jigarlar. Play application. Did 104 bo'ladi. 105 bo'ladi. Booster berish kerak bunga. Va Nexta jigarlar, Nextani sizlarga bir ajal statistikasini ko'rsataman jigarlar. Ya'ni kimga shunaqa Open Pack xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu profil biosdagi deyman, mana shu ekrandagi Telegram kanaliga murojaat qilsanglar, akkauntga shaxsan o'zimizlarga shunaqa Open Pack qilib beraman jigarlar. Ham daromad xizmatini o'zim qilib beraman, ham Open Pack xizmatini ham qilib beraman jigarlar. Mana shunaqa YouTube'ga cho'tki qilib kontent olamiz. Boz bu yerda 105 bo'lish kerak, bitta dueling degan booster berganimizdan so'ng kim buni ko'p tashlang. Davay Rudiger. 106 bo'ldi. Men murabbiy kuchi endi bu. Hop, qani bizlardan yangi mana turatimiz. Bergomi. Bas 4-2 sangat o'tkazib qo'yaman. Просто kuchi to'g'ri. Qani? Bu qaranglar, hali kuchaytirmasdan oldin o'sha reytingi chiqib qolyapti. Oldin bunaqa bo'lmas edi. 104 bo'ladi bu ham. Просто naqa berish kerak. Lautaro Martinez ikkinchi to'p ko'rsatishni olganmiz. Mana Blitzkurl hamda finalda finishingga ega bo'lgan Interda yulduzi. Mana 100 qo'yib oldi, unaqa bo'lmas edi. Kuchaytirganimizdan keyin 100 bo'lsa bo'ladi, hozir 100 bo'lmas edi. Hozir 100 qo'yib sirasi. Hujumga qo'yamiz. Xo'p, Lautaro Martinez bor ekan shekilda, bor ekan. Yangilab qo'yamiz, bor bo'lsa. Xo'p, boshladik. DMF, SMF qilamiz, KMF qilamiz. Xo'p. Bunday qilamiz. Nimamcha qo'yib turaman. AMF, IKF, KF. 4 odamni to'g'rilab qo'ysak, kimda qo'ysamiz yarim himoyaga, AMFga. O'zim AMFga namani, SMFga namani bormi ekan? SMF. Raul bor ekan mana, Raulni tushirib qo'yishdi. Raulni kuchaytirishmagan ekan. Bekorga kuchaytirib demagan ekan-da, mana hop. Torres bor ekan jigarlar. Yaqinda o'sha prep kelganda pashtamasini tushib shekillarda. 9. Endi istan statistikani ko'rsatmoqchimiz jigarlar, qaranglar. Просто dahshat statistikani qaranglar jigarlar. Dahshatmi? Raul qani? Raulda tashimiz bor. No kep Foden o'tishimiz. Bo'ldi. AMFga natijalar bor.
semafor qoldi-ku, bu qaysi yoq ekan bu? Left oyog'iga to'g'ri qo'yishgani. Attacking midfielder. Xo'p, hujumga Lautaro Martinez qo'yamiz ekanlar. Bunaqa bilan Forlan bilan. Xo'p, DMP, AMP, mana AMP. Bizga nima SMF kerak? Yo'q, mana bo'ldi. Bu yerdan to'g'rilab qo'yamiz. Hujumga Forlan bilan Lautaro Martinez qo'yamiz ekanlar. Bu yoqqa diplangan Meki kelin. Adashmasam Destroy stilda bo'lish kerak. Da, Destroy'da. Ko'yam o'ngga yo'q. Bunday qilib qo'yaman deganlar. Chunki Blitz o'ngga yo'q bo'lsa, namani tepada Blitz. Xo'p, bugungi natijamiz deganlar ko'rib turishingiz mumkin. Nesta, Dida, keyin Bergomi va Lautaro Martinez 12800 coinsga jigarlar. Shular ushladik. Video yoqqan bo'lsa, albatta jigarlar like bosib, pastga tashlab qo'yinglar jigarlar. Bundan ham qiziqarli kontentlar hali oldinda. Kimga shunaqa coins xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, coins biroga murojaat qilsanglar, shaxsiy o'zim sizlarga yoki adminim sizlarga donat xizmatini amalga oshirib beradiganlar. Charchamanglar, salomat bo'linglar.